dom bo'lsa, domga ham bartel qilib, ranstasini gaplashib olaman. Har qanaqasiga o'ynaveraman deyaptilar. Ibn Sino Jarariq mahallasiga kelganmiz. Shunda kanishkani orqa taraf bo'ladi. Sotilayotgan joyimiz mana shu ko'rib turgan 4 sotuli yer maydoniga qurilgan uchastkamizda bo'ladi. Tarsovoy bo'ladi. Bu bog'chani ko'ryapsizlar. Bu yoq taraf ham ko'cha, bu yoq 4 taraflama chiqib ketsa bo'ladi. Bu yerda o'rtoqlar, mana shu xonadonimizni ichkariga kirib, birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Tepalarga ahamiyat beringlar. Toza qo'l mehnati naqsh qilingan. Shunday avtomobil qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqdan oshxonaga kirilsa, bu yoqda ikkita xona bor. Bitta choy ichib o'tirgan xona bo'lsa, nari tarafda spanli sanuzelari ichida. Bu yoqdan ikkinchi qavatimizga chiqsak bo'ladi. Tarsovoy bo'lgani uchun yana bitta eshik qoldirilgan. Mana stoykalarga ahamiyat beringlar. 2000-yil, 98-yil paytda qurilgan imoratlar. Mana balandligiga qarang. Ayamasdan xarajat qilingan. Endi o'sha paytda eng zo'r uylardan bittasi bo'lgan. Hovli maydoninglar katta, yashil hudud, mevali daraxtlar, mana ko'ryapsizlar, xurmolar ekib qo'yilgan. Arzon soat kimlardir uchun vaqt ko'rsatsa, kim uchundir davri kelganini ko'rsatadi. Mana naqshlariga bitta alohida ahamiyat beringlar. Shu hovli o'zidan xonalarga tarqab ketsanglar bo'ladi. Bu yoqda o'ng qo'limizda kattagina mehmonlarimiz uchun mo'ljallangan mehmonxona va bu yoq tarafda 7 metrga 5 metrli katta spanningimiz bo'ladi. Bu yoqda bolalar uchun mo'ljallangan bitta xonani ko'rsanglar bo'ladi. Okamlar $300 ming so'rayaptilar. O'rtoqlar, telefon qilib, sodasini qilib bosib olsanglar bo'ladi.